O'zbekiston tarixi 7-sinf 7-mavzu Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi. Mahalliy hokimliklar 5-7 asrlarda mamlakat 15 dan ortiq hokimliklarga bo'linib ketadi. Bu viloyat hokimliklari avval eftallar, so'ngra turk xoqonligiga bo'ysundirilgan bo'lsa-da, ammo eftallar ham, turk xoqonlari ham ularning ichki hayotiga deyarli aralashmaganlar. Markaziy hokimiyatga boj to'lab turish bilan ular o'z mustaqilliklarini ma'lum darajada saqlab qoladilar. So'g'd mustaqil hokimliklar orasida eng yirigi So'g'd eshritlari voha hukmdorlari edi. O'rta asr davlatlari birlashmasi ittifoqida So'g'd eshritlari katta siyosiy nufuzga ega edi. Mazkur ittifoqda Zarafshon va Qashqadaryo vodiylarida joylashgan Samarqand, Buxoro, Kesh vohalarining 11 ta yirik mulklari birlashgan edi. Ularning har biri o'z hokimi, harbiy chokarlari va mis pul birligiga ega edi. So'g'da aholi gavjum yashardi. So'g'diylar dehqonchilik va bog'dorchilik, ayniqsa uzumchilikda nihoyatda sohibkor bo'lgan. Chorvachilikda So'g'ning hisori qo'ylari va otlari juda mashhur edi. So'g'd shaharlari bu davrda hunarmandchilik markaziga aylanadi. 718-yilda hadya tariqasida Samarqanddan yuborilgan dubulg'adan nusxa olib, Xitoy qurolsozlari qo'shinni temir qalpoq dubulg'alar bilan ta'min etganlar. To'xariston hozirgi Janubiy O'zbekiston va Janubiy Tojikiston, Shimoliy Afg'onistonni o'z ichiga olgan bu tarixiy viloyat shimolda Hisor tog'lari, janubda Hindukush, g'arbda Mo'rg'ob va Xeryut vodiysi, sharqda Pomir bilan chegaralangan. To'xariston Balx, Qunduz, Termiz, Chag'aniyon, Xuttal va boshqa 27 ta tog' va tog'oldi viloyatlaridan iborat bo'lgan. To'xariston poytaxti Balx shahri bo'lgan. To'xariston nomi qadimda Yunon Baktriya davlatini qulatgan chorvador qabila Yuvechilar nomidan olingan. To'xariston hukmdorlari dastlab Malikshoh, keyinchalik Yabg'u nomi bilan atalgan. To'xariston aholisining asosiy qismi o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan. Hunarmandchilikda qurolsozlik, shishasozlik, to'qimachilik yuksalgan. To'xariston Hindiston, yaqin va uzoq sharq mamlakatlari bilan savdo, madaniy aloqalar o'rnatgan. O'z chaqatangalari ichki savdo muomalasiga yurgan. Farg'ona hukmdorlari Ixshid deb atalgan. Farg'ona yerlari juda hosildor bo'lib, aholisi dehqonchilik bilan kun kechirgan. Paxta va sholi ekkan. Koson, Axsikat, Xushkat va Quvo, ya'ni Qubo kabi yirik markaziy shaharlarida hunarmandchilikning turli sohalari rivoj topib, ularning mahsulotlari ichki va tashqi bozorlarda juda xaridorgir bo'lgan. Qo'shni mamlakatlarga bo'yoq, rangli shisha buyumlar va dori-darmonlar chiqarilgan. Farg'ona vodiysida o'troq aholi bilan bir qatorda chorvadorlar ham yashaganlar. Qurama va Qoramazor tog'lari yonbag'irlarida qadimdan yilqichilik bilan shug'ullanilgan. Bu vodiyda ko'paytirilgan tulpor otlarning dong'i jahonga taralgan. Choch va Eloq, Chirchiq va Ohangaron vodiylarida 2 ta hokimlik mavjud bo'lgan. Manbalarda ulardan biri Choch, ikkinchisi Eloq nomlari ostida tilga olinadi. Chochning markazi Choch shahri bo'lib, hukmdor Tudun deb yuritilardi. Eloqning markazi esa To'nkat, hokimlari esa dehqon deb atalardi. 7-asrning dastlabki choragida G'arbiy turk xoqonligi hukmdorlik qarorgohini Choch viloyatiga ko'chiradi. Hukmdor va malika uchun bu yerda o'ziga xos qarorgohlar bino qilingan. Choch o'lkasi o'z tanga pullari tizimiga ega bo'lgan. Tangalarning old betida hukmdor surati, teskari tomonida ot, gajak dumli bars yoki qoplon tasviri, ba'zan sulolaviy ayritamg'a tushirilgan. Ayrim tangalarda esa hatto hukmdorga yonma-yon malika tasviri ham chekilgan. Bunday tasvir hukmdorning malikasi Xvatun, ya'ni xotin, vazirlik darajasiga ega bo'lib, davlat boshqaruvida faol ishtirok etganligidan dalolat beradi.
Saroyda u Xoqondan keyingi o'rinni egallagan. Choch va Eloq sertarmoq xo'jalikka ega bo'lib, sug'orma dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, konchilik va savdo yuksak darajada bo'lgan. Karvon yo'lining o'lka orqali o'tishi Choch va Eloqqa ichki va tashqi savdo-sotiqning kengayib, shaharlar aholisining ko'payishiga imkon bergan. Boshqaruv ma'muriyati. Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyo hokimliklarida ma'lum tartibdagi boshqaruv ma'muriyati tashkil topgan edi. Boshqaruv ma'muriyatining asosiy vazifasi fuqarolardan boj, soliq va yasoqlarni o'z vaqtida yig'ib olish, jamoat ishlariga ularni safarbar etishdan iborat bo'lgan. Kirim-chiqimlar aniq va ravshan qayd etilib, hujjatlashtirilgan. Ularga barmoq bosilib, muhr bilan tasdiqlab qo'yilgan. Shaharning me'morchiligi. 5-7 asrlarda O'rta Osiyoda bir tomondan yerga egalik qilish munosabatlarining o'rnatilishi va mustahkamlanib borishi, ikkinchi tomondan ko'chmanchi chorvadorlarning kirib kelishi va o'tiroqlashuvi shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholisining turmush tarzi va ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ziroatkor yerlar kengayib, dehqonchilik vohalarining suv ta'minoti tubdan yaxshilanadi. Tog'oldi maydonlariga suv chiqarilib, yangi yerlar o'zlashtirildi. Shaharlar aholisi ko'paydi. Qishloqlarda ko'shk, qasr, qo'rg'on va qo'rg'oncha kabi istehkomli turar joylar qad ko'tardi. Istehkomli qasr, qo'rg'on va ko'shklar asosan tashqi dushman hujumiga qarshi mudofaa inshooti, chokarlar to'planadigan joy, ma'muriy markaz hamda oziq-ovqat va qurol-yarog' saqlanadigan ombor vazifasini o'tagan. O'rta asrlarda shaharlar 3 qismdan iborat bo'lgan. Ular Kuhandis, Shahriston, Rabot deb yuritilgan. Shaharlarning uchala qismi ham alohida devorlar bilan o'rab olingan. Ularning bir nechta darvozalari bo'lgan. Shahar darvozalari bo'ylab oqib o'tgan anhor xandaq vazifasini bajargan. O'rta asrlarda yashagan arab mualliflari Ibn Hafqal va Ishtahriy qayd etishicha, birgina Binkat, ya'ni Toshkentning 22 ta darvozasi bo'lgan. Ixshid viloyat hokimi, Kuhandis Ark shaharning hokimi qasri joylashgan qismi. Robot shaharning tashqi mavzei, Shahriston shaharning ichki qismi. Xo'sh, demak, mavzularimiz shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Like bosishni esa esdan chiqarmang.